Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomizda yana Pavlonia haqida suhbat qilamiz. Video yoqadigan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Ko'rib turganingizdek, Pavlonia nihollarimiz juda ham tez, jadal ravishda o'sishni davom etmoqda. Ekanimizga ham unchalik ko'p bo'lgani yo'q. 20 kun, 1 oy bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi rezultat. O'sishi yaxshi. Asosan FT, Ember, Shandong navlarini ekamiz. Ya'niki deyarli aytsak ham bo'laveradiki, bu 3 ta nav, 3 ta tur o'rtasida musobaqa bo'lyapti. Ya'niki qaysi biri yaxshi, tez o'sishini biz kuzatyapmiz va deyarli aytsak bo'ladiki, bu musobaqada Ember navi g'alaba qozonyapti. Ya'niki Shandongga, FTga qaraganda Ember navlarimiz juda ham yaxshi o'syapti. Oldin FT navini juda ham ta'riflagandik, ya'niki tez o'sadi, yaxshi rivojlanyapti deb. Yo'q. Hozircha Ember FTni o'rta qoldiryapti. Bu yog'ini asosan vaqt ko'rsatadi. Nasib qilsa yerga o'tkazsak aprelda, mayda, sentyabrning oxiri, oktyabrning oxirlarida, xudo xolasa oxirida ko'ramiz qaysi biri yaxshi rezultat ko'rsatadi va qaysi biri tez o'sadi va uzunligi bo'yicha qaysi biri yutib chiqadi. Buni albatta xudo xolasa sentyabr, oktyabrlarda yana video qilamiz, nasib qilsa. Kimki Pavlonia qiziqadiganlar bo'lsa, qalamchalariga, nihollariga Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilib konsultatsiya olishingiz mumkin.